Quyidagi so'zlarni kun davomida yoki har doim takrorlab yurishingiz sizda o'nlab kasalliklar rivojlanishiga sabab bo'ladi. Yevropalik psixoterapevtlar inson salomatligiga so'zlar orqali kasallik keltirib chiqarishni birinchilardan bo'lib isbotlashgan. Bu holatda fiziologik organlarga ta'siri, ya'ni bu organik nutq deb atashdi. Siz qanchalik kuchli bo'lmang, o'z so'zlaringiz orqali salomatligingizga jiddiy zarar yetkazasiz. Bu so'zlarni aslo ayta ko'rmang. Barchasi meni zimmamda, muammolar meni bo'ynimda deydiganlarga osteoxondroz kasallik rivojlanishi. Yuragimga qattiq oldim deydiganlarga yurak infarkt kasalligi. Menga shu muammolar kerakmidi? Bosh og'rig'i kasalliklari rivojlanishi. Qonimni ichdi deydiganlarga qon kasalligi. Sabr kosam to'ldi deydiganlarga gipertoniya rivojlanishi. Eshitgim kelmaydi, o'chir, bilaman deydiganlarga garanglik, telbalik kasallik rivojlanishi. Asabimni sinama deydiganlarga depressiya rivojlanishi. Hayotimda quvonch yo'q deydiganlarga o't qopi, jigar kasalliklari, semizlik rivojlanishi. O'z-o'zini yeyish, siqilish, yomonlikni hazm qila olmaslik kabilarda yara kasallik rivojlanishi. O'lgudik charchadim deydiganlarga urologik xastaliklar rivojlanishiga sabab bo'lar ekan. Iltimos sizlardan shu so'zlarni aslo takrorlamang. Ushbu so'zlarni takrorlaydigan yaqinlarimizga yuborib qo'ying.